bo'ladi. Boshlaymiz maskani o'rtoqlar. Eng asosiy yoshartiradigan narsa tabletka bu mana shu spirulina. Bu narsani ko'pchilik biladi, juda ham foydasi zo'r. Demak, 4 ta tabletka spirulinani maydalab olamiz va kattaroq idishga solamiz. Unga 1 choy qoshiqda mana shunaqa glina solamiz, ya'ni golubaya glina. Oq glina bo'lsa ham bo'ladi, qizlar. Endi bunga 1 choy qoshiq toza asal solamiz. 1 choy qoshiqda aptechniy glitserin solamiz. Va bu maskamizni eng kuchaytiradigan ingredient bu mana shu vitamin E. Tabiiy vitamin E yog'i bo'lishi kerak. Bundan yarim choy qoshiq solamiz. 5-6 tomchi. Endi maskamiz birikishi uchun qaynab sovigan suv solamiz. Maskamiz yaxshilab birikishi kerak, qizlar.